Assalomu alaykum, kanalımıza obunachilar. Bugungi ikimiz Devanib kinoteatrini dik manglayında joylashgan Sharq bozor, bu yanimiz Xanqa yo'li, bu yanimiz Zanali territoriyasi. Sentralniy yo'lning ustida joylashgan yangi qurilgan tey do'konli 5 qavatli binoni 4-5 qavatında kvartira chiqqan ekan. Shuni hozir e'tiborlaringizga havola etib tanishtirib o'tsak. Yo'lning usti teylar do'kon. Hamma yere yaqin 19 avtobuslar, Damazlar yurib turibdi. Sentral yo'lning ustida hamda Xanqa yo'li, Sharq bozori yaqinida Gagarin maktabining yonginasida joylashgan domimiz ekan. Qarasa bir qator ko'rib o'tamiz. 4-qavatga chiqdik. 4-qavatda 1, 2, 3, 4, 5 qo'shaloq yashaydi ekan. Podyezdlari keng. Kiraverishimizda yana kameralar ham bor. Qara bismillah deb kiradigan bo'lsak, joyimiz çok katta bino remont etilgan. 4-5 qavat ekan. Bu yerda o't yudo hamma 100% qoladi. Yana ko'rib turganimizdan ikkinchi qavatda lestitsalar ketgan. Kiraverishimizda prifoshkalar joylashgan, laminat pollar bar qilib yasalgan ham ekan. Hamma o't yudo qoladi. Bu yerni studiya etib açıp koydular. Özü aslında proyekt bo'yicha şu konditsionerning o'rtasida o'zi xona bo'linib, bu yanimiz kuxnya, bu yanimiz bir xona bo'lishi kerak. Asosiy xonalar ikkinchi qavatda joylashgan. Shunda bir chetdan ko'radigan bo'lsak, kuxnya mebellar, shu ko'rib turganimiz hamma vajimiz shu yerga moslashgan, xolodilnikgacha yana ko'rib turamiz, oxirgi yashash uchun mo'ljallab tuzatilgan joyimiz. Kerak bo'lsa bu yerda bu xatan qizlar tushunadi, bu yerda posudasinachi hamma o'zi toza hali ular ham qoladi ekan. Bu yerdan posudalar ham bor ekan, hamma o'zi shu qoladi qisqasi. Endi bu yerda 2 balkon tushgan. 2 balkon 4-qavatimizda. Ko'radigan bo'lsak, bu yerimizda bir eshik qo'yilgan balkon joyi, bu yanimizda ham yana bir eshik qo'yilgan balkon joylari bor. Bu vajlar ham ko'rib turgan uvaloklarimiz ham, televizorlarimiz ham hamma vaji o't yudo shu yerga moslashgan. Toza, remontlar ham toza. Bu yerda pochta yashalmon desak ham bo'ladi. Kadastr papkalarini taq, to'g'ri nom rasmiylashtirsa bo'ladi. Kvadrat metrlarni ko'radigan bo'lsak, 94, 96, 34, 97 metr kvadrat. 97 metr kvadrat. Kadastra yine biriktirilgan. 4-5 qavatımızda. Endi bu yerda yine eshiklar ham chiroylatib ishlangan. 1-qavatımızda hojatxonasi, umonniki, bu yerda 100lik ariston qo'yilgan. Kafellar urilib turibdi, kir mashin, stiralkalar ham mo'ljallashgan. 2-qavatımızdan hozir uni ham ko'rib o'tamiz. 1-qavatimizda yine o'zlarini moslashtirib qilib remont qilib qo'yibdilar. Aslında yatadigan xonani 2-qavatga joylashtirib qo'yibdilar ekan. Avtomatlarni ko'radigan bo'lsak, 1-2-qavatimizda polniy o't yudoyni har bir elementinacha отдельный qilingan. Lestitsani mana neobeshniy deb bir chiroylatib chiqaribdilar. Qanasa bismillah deb 2-qavatni ko'ramiz. Yine beylerimiz giyin tushgan, xonalar yine dilli joylashib turibdi. 1-xonani ko'radigan bo'lsak, bu yerimizda bir spalni. Spalnidan balkon bor. Her bir xonada balkon bor ekan bu yerda. Bu yerdagi ko'rib turgan vajlarimiz ham, shkaflarimiz ham hamma o'zi o't yudo qoladi. 5-qavatga chiqdik. 5-qavat yine kinoteatrning dik manglayı doppa doğrusunda joylashgan. Sentral yo'lga qaragan. Xonalar yine ulug'lar ekan, yaxshi joylashgan. Plita bilan bostirilgan. Plita bilan oyoqtelar bostirilib, laminat pol qilingan. Bunda endi 2-qavatimizni vanna joyi.
Bu yerda ummanlik tushgan. Unitazi, bu yerda vannasi ham joylashgan ekan. Yana bir kladovka hisobida yana foydalansa bo'ladi. Ko'rpa döşeklari shaylatib taxlab, chetda qo'yib turadi. Hech narsa yo'q. Bu yerda yana bir spalni tushgan. Shunday joy. Yerimizda ham shkaflar ham, spalnilar ham, gilamlar ham yana chetdan keyin hamma o'zi qoladi ekan bor. Perda hamma qoladi. Bu yerda mana ko'rib turganimiz balkon bor. Balkona chiqib olsak, yana balkon joyi ikkisi bir qo'shilgan ekan. Mana shuni Gagarin mektep, mana bu yanımızda vokzal, zamanlı perikroskasi, meri удобный yerda joylashgan, место zo'r, lokatsiyasi cho'tki место joylashgan. Yine shuning joyimiz 97 metr kvadrat kvartiramiz. Shundan narxlarni aytib o'tadigan bo'lsak, 62 ming dollar ekan. Uyning egasining nomerini qo'yamiz. Bemalol telefon urib, gelip savdalashib olishlaringiz mumkin. Doğru pramo egasining nomerini qo'yib qo'yamiz. Biz bilan savdalashib olaverasizlar. Kelishib berilar ekan, ustunda savdalashsa bo'ladi. Esa keyingi roliklerimizda görüşünce xayr deb qolamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.